Gap qarayli, qizlarni kommentini o'qimay qo'ydingiz. Limonni so'kidan kolbasa qilib bering. Kommentingizni o'qishim bilan og'zimga limonni so'kib kelib ketdi. Limon bo'lsa limonda boshladi. Gap yo'q, eksperiment qilib ko'ramiz. Ketdik. Bugun limonli varonli kolbasa tayyorlaymiz. Boshladik. Bizga kerak bo'ladi mol go'shti, tovuq go'shti, tuxum, tuz va maxsus ziravorlar. Va massa haroratini nazorat qilish uchun yaxshi struktura olish uchun muz bo'laklari va albatta bugungi qahramonimiz limon kerak bo'ladi. Voh, yeb ko'rmasimdan retseptlar reaksiya beryapti. Mazasi boshqacha bo'lsa kerak. Lekin bu yerda bitta nozillik bor. Biz limonni kesib, po'stlog'i bilan ko'tirga tashlab yubora olmaymiz. Nimaga? Chunki limon po'stlog'ining ayniqsa oq qismida ta'mni ortiqcha achchiq va taxir qilib yuborishi mumkin bo'lgan moddalar bor. Bundan tashqari, po'stlog'idagi kuchli efir moylari kolbasaning asosiy go'sht va ziravor ta'mini bosib yuborishi ham mumkin. Shuning uchun bizga limonning o'zi emas, balki sharbati kerak bo'ladi. Qani siqib yuboramiz. Endi hammasini yaxshi aralashtiramiz. Massamiz tayyor. Qobiqlarga to'ldirib, baton shakliga keltiramiz va terma kameraga joylab pishirib olamiz. Mana limonli kolbasamiz tayyor bo'ldi. Endi kesib yeb ko'ramiz. Bu ham oddiy kolbasadagi, lekin oxirida ozgina nordon ta'm bor. Yomon emas, menga yoqdi. Qiziqarli retseptlar hali oldinda obuna bo'lib qo'ying.